Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Demak, bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etayotgan ekspert hamda mehmonlar bilan birgalikda elektromobillar infratuzilmasi rivojlanishi va xavfsizlik texnik qoidalari mavzusida sizga manfaatli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Biz boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Insonlarda tanlov imkoniyatlari ko'payyapti, xususan avtomobillar borasida ham. Biz shu yaqin yillargacha klassik avtomobillardan foydalanadigan bo'lsak, yaqin yillardan boshlab O'zbekistonga elektromobillar kirib kela boshladi va xohlaymizmi yo'qmi, yurtdoshlarimizda O'zbekistonda yashaydiganlarda tanlov imkoniyatlari bor. Demak, meni birinchi savolim, O'zbekistonda elektromobillar bozorini rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Keling, shu haqida suhbatimizni boshlasak. Assalomu alaykum. O'zbekistonda elektromobillar bozori jadal rivojlanmoqda. Bu rivojlanish bugun kechadan emas, bir 5 yil oldin boshlangan. 2019-yil hukumatning tegishli qarori bilan O'zbekiston hududiga olib kirilayotgan barcha elektromobillar bojxona bojidan ozod etilgan va barcha to'lovlar nolga tenglashtirilgan. 2020-yilda O'zbekistonga olib kirilgan elektromobillarning soni yillik 400 tani tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra 2024-yil yakuniga qadar 35 mingtaga elektromobil import qilingan. Bu o'z-o'zidan dalolat beradiki, hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlar o'z samarasini bermoqda. Shu bilan birga elektromobillarni bozorini rivojlantirish uchun zaryadlash infrastrukturasi rivojlangan bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim o'rin egallaydi. Shu boisdan 2022-yil 19-dekabr sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 444-qarori asosida elektromobillarni infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha qaror ishlab chiqarilgan. U qarorda O'zbekistonda xususiy tadbirkorlar zaryadlash nuqtalarini o'rnatish davomida bir qancha imtiyozlardan, jumladan yer solig'idan, mulk solig'idan va boshqa soliqlardan ozod etilgan. Bu qaror chiqishidan ilgari O'zbekistonda bor yo'g'i 20 ta zaryadlash infratuzilmasi, ya'ni nuqtalar mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga bu son 1400 tani tashkil qilmoqda. Bu deyarli 5 barobar, 10 barobar o'sishi ko'rsatgan va bundan tashqari zaryadlash stansiyalarini o'sishi, elektromobillarning sonining ko'payishi odamlarda ishonch va xorijiy ishlab chiqaruvchilarni O'zbekistonga jalb qilish ehtiyojini oshirgan va o'z o'rnida aytish kerak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 443-qarori asosida O'zbekistonda ishlab chiqarishni tashkil qilgan korxonalar bir qancha shu jumladan imtiyozlarga ega bo'ladi. Shu qaror asosida O'zbekistonga BYD kompaniyasi o'z sarmoyalari bilan kirib keldi va Jizzax viloyatida BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasi tashkil qilindi. Va 2023-yil 27-iyul kuni davlatimiz rahbarlarining Jizzax viloyatiga tashriflari davomida ilk elektromobil ishlab chiqarildi. 2024-yil iyul oyida ilk avtomobil ishlab chiqarildi va ishlab chiqarishga start berildi. Va bugungi kunda o'z samarasi ishlab chiqarish jadal ko'rinishlar olib bormoqda. Shu bilan birga ishlab chiqarish tashkil qilinganligini, infratuzilma rivojlanganligini dan tashqari servis markazlari va malakali mutaxassislarning soni ham O'zbekistonda oshib bormoqda. Tushunarli. Rahmat kattakon. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, so'nggi 3 yilda O'zbekistonda elektromobillar sotuvi 10 barobarga oshgan. Demak, bundan ko'rish mumkinki, juda ko'plab insonlar o'sha elektromobillarni qulayligi yoki boshqa tomonlarini narxlar masalasida bo'ladigan bo'lsak, xarid qilishmoqda. O'zi aslamik sizga murojaat qilmoqchi edim. Oddiy har doim foydalanilgan yoqilg'i bilan yuradigan avtomobillardan ko'ra elektromobillarning qulayliklari nimada deb o'ylaysiz? O'zingiz ham oddiy mashinalarni haydagan, ham elektromobil haydagan bir haydovchi sifatida fikrlaringiz biz uchun qiziq. Sirojdan, men ham klassik mashina minganman, ham ikkita elektrokar mingan. Shuning uchun fikrimni aytsam, elektrokar bu haqiqatdan zamonaviy talabga juda mos mashina.
Birinchidan 4-5 barobar arzon yurishi elektr energiyasi. Ikkinchidan u beshumniy, shaharga juda удобный. Ekologiyani ehtiyotini qiladi. Unga svechi kerak emas, moy kerak emas, filtrlar kerak emas. Va albatta korobka передачаning eskirishi ham bu sekinlashadi. Keyin elektrikarlarda bitta juda qulay anaqasi bor, mexanizmi bor. Oddiy mashina tormoz berganda tormoz anaqasi oddiy issiq havo ekspertlar tasdiqlab beradi. Issiq havoga aylansa, elektrikarlarda esa naborot u qaytadan o'ziga elektr energiya ishlab beradi va 20% ga yana energiyasini ko'paytirib beradi kun bo'yi davomida. Xullas, bunda o'ylasa hozirgi tabiiy resurs dunyoda kamayayotgan vaqtda gazga metan qilib yurish qanchalik to'g'ri. Agar hammamiz elektrikarga o'tib sekin-sekin, конечно, muomala pulda ham muammo katta. Pulda qimmatligi, elektrikarlarning qimmatligi, lekin agar ommaviy hamma minib yuradigan darajaga chiqarsak, bu juda ancha tabiiy qimmat, eng kuchli energiyalarimizni saqlab qola olamiz. Tushunarli. Rahmat kattakon. Har qanday yangilik bo'lar ekan, undan albatta inson salomatligida qanchalik foydasi bor yoki zarari borligi haqida hisoblashish muhim. Madina opa, keling siz bilan suhbatimizni davom ettirsak. O'z umuman elektromobillarni inson salomatligiga zarari bormi? Nega bu savolni beryapman? Chunki biz telefondan foydalanamiz yoki boshqa elektrga oid bo'lgan texnikalardan foydalanishimiz mumkin. Ularni zararlari haqida shifokorlar bot-bot takrorlashadi. Va elektromobillar haqida gap ketganda ko'plab insonlar o'sha yuragida og'riq paydo bo'lishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi kabi holatlar borligi haqida aytib o'tishadi. O'z umuman elektromobillarning inson salomatligiga ta'siri qanday? Bu bo'yicha fikrlaringiz biz uchun muhim. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuga chaqirganingizda juda ham xursand bo'ldim. Chunki ko'rsatuvning o'zi nomi ham agar, ya'ni bu har bir hali aytib o'tganingizdek yangilik kirib kelganda albatta unga pozitiv va negativ fikrlar bo'ladi. Albatta. Endi mana hali aytib o'tdingiz telefondan, mana oddiy o'zimiz uyda ishlatadigan mikro to'lqinli pechlar bor. Ulardan ham qancha masalan to'lqinlar ajralib chiqaradi. Endi bu avtomobil. Bevosita inson uni ichida joylashib, masalan, yaqinga borishi mumkin, uzoqqa borishi mumkin. Shuning uchun juda ham ko'p fikrlar paydo bo'lgan. O'zimizda ham, mediklarda ham ziyoni va ziyoni haqida juda o'ylab tadqiqotlarni o'qidik, o'rgandik va buning natijasida shunga amin bo'ldikki, bu VOZ deymiz, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotini bergan standartlardan juda ham past ekan. Zararlanish nimasi. Shuning uchun ham biz o'ylaymizki, buni zarari menimcha hali bu bizga endi kirib keldi. Hali bular ta'kidlab o'tgandek 2 yil bo'lib qoldi. Elektromobillarni kirib kelganiga biz hali bularni to'liq zararlari haqida gapirishga hali bizga ertaroq deb o'ylayman. Lekin menimcha bu borada, ya'ni shifokorlar, olimlar tomonidan bu bo'yicha O'zbekistonda ham tadqiqot o'tkazilishi kerak. Agar bu elektromobillarning inson salomatligiga foyda yoki zarari haqida gapiradigan bo'lsak, umuman zarar bo'lmagan taqdirda ham umuman olganda insonlarga kerakli maslahatlar fuqarolarimizga berilishi kerak deb o'ylayman. Nimaga deganda, o'z-o'zidan o'sha yurtdoshlarimiz orasida meni elektromobillarga o'tiradigan bo'lsam, ko'nglim ayniydi yokida bir boshqa organizmda o'zgarishlar bo'ladi degan gaplar bejiz emas. Keling, siz bilan suhbatimizni davom ettirsak. Elektromobillar uchun elektromobillarni o'sha standartlardan o'tkazish bo'yicha O'zbekiston qanday faoliyat olib bormoqda bugungi kunda? Rahmat, juda o'rinli savol. Ruxsat bersangiz, bundan oldingi savol bilan qo'shib ozgincha aytib ketadigan bo'lsak, именно inson sog'lig'iga qay tarafdan ta'siri bor yo'q. Elektromobillarda elektromagnit to'lqin degan narsa bor. Bu xuddi oddiy telefon, uy aloqa vositalari yoki mikrovolnovoy pech deymiz yoki o'sha elektrda ishlaydigan barcha turdagi jihozlar bizda elektromagnit to'lqin chiqaziladi. Ular mikroteslada o'lchanadi. Biz ilmiy tadqiqot laboratoriyasida qolaversa mana shu amaliyot jarayonlarida real tadqiqotlar o'tkazib borganmiz mana shu 3 yil davomida. O'rtacha ma'lumotlar beraman. Har xil turdagi elektromobillar modelidan foydalanganmiz. Bu bitta turdagi yoki bitta markadagi elektromobildan kelib chiqqan nima emas, to есть subyektiv fikr emas, obyektiv yondashganmiz. Bu yerda bir odam sog'lig'i bir kunda zakonodательство bo'yicha 10 mikrotesla qabul qilishi mumkin. Agar ishlab chiqarish joyida bo'lsa, bu
40dan 50 mikroteslagacha ruxsat berilgan. То есть bu stanok bo'ladimi, uy sharoitida misol mikrovolnovkadan foydalanish boshqa bo'lavatda hammasi 10 mikrotesla tashkil qiladi. Demak, elektromobilda biz har xil, masalan, salon ichida, tarpetkan tagida, elektr batareya joylashgan joyda, inverter, elektromotor barcha qismida har xil turdagi shu mikrotesla to'lqinlar, mikrotesla o'lchamida har xil elektromagnit to'lqinlarni o'lchab ko'rganmiz. Eng katta chiqadigan elektromagnit to'lqinlar inverterdan, to есть batareyadan o'z holida elektromagnit to'lqin chiqazmaydi. Iste'molchi joyda, to есть bu elektromotor va inverter. Bu inverter tomoshabinlarimizga shu tushuncha bo'lishi uchun elektr batareyadan tokni olib, o'zgartirib motorga kerakli hajmda, kerakli kuchlanishda beradigan moslama. Bu yerdagi kapot yopiq holatida chiqadigan mikrotesla agar biz avtomobilda harakat qiladiganimizda 1 soat davomida taxminan 1,5 mikroteslaga odam sog'lig'iga ta'sir qilar ekan. То есть bu zaryadka jarayonida katta tezlikda harakat qilganda 1,5 deganda, demak odam kun davomida bemalol 7-8 soat bu elektromobil ichida tez holatida harakatlanishi. Agar bu uchuq holatida bo'lsa, mikrotesla praktichески nima deydi, ta'sir qilmaydi, sabab bu ekspluatatsiya jarayonida bo'lmaydi. Bu odam sog'lig'iga kun davomida nima deydi, ruxsat etilgan o'rtacha qiymatlar. Bir kunda demak bir kishi necha soat 10 mikroteslagacha bemalol qabul qilish. Bu necha soatga to'g'ri keladi? Bu 7-8 soat davomida bu harakat. Elektromobilda o'tirish emas. U ham bo'lsa inverterdan. Biz inverter, motor qismi barchasi himoyalangan zamonaviy elektromobillarda. Mana shu elektromagnit to'lqinlari o'tkazmaslik uchun himoyalangan. Qolaversa, Go standartda bizda bir necha turdagi testlar o'tkaziladi. Demak, bizda ofitsial olib kirilgan elektromobillar uchun elektromobillardan chiqadigan mana shu mikrotesla elektromagnit to'lqinlarni tashqi qismlarga ta'siri, qolaversa ularning elektronikaga ta'siri, dinamikasi va boshqa tormozlash yo'li kabi asosiy testlar Go standart tomonidan kiritilgan va ofitsial olib kirilgan elektromobillarda bu testlar mutlaqo to'liq o'tkaziladi va agar qanaqadir kamchilik bo'lsa, bu elektromobillar sotishga bozorga qo'yilmaydi. Yana bir ko'p savol berishadi mana shu yuzadan. Yana odamlar o'zi misol sog'lig'imga qanaqadir ta'sir qilyapti, boshim aylanyapti, nimadir bo'lyapti degan savolga ham yechimlar misol ko'p biz mijozlar bilan ishlaymiz, mana shu ilmiy tadqiqot izlanishlar o'tkazamiz. Elektromobil oddiy avtomobilga qaraganda birovchi moment yuqori bo'lgan, dinamikasi yuqori bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Bu yerda bizda razgon juda ham tez bo'ladi. Nima deganda birovchi moment elektrodvigatelda oddiy ichki yon dvigatellarga qaraganda 0 dan 100 оборотgacha уже maksimumga chiqadi. Oddiy avtomobillarda esa bu ko'rsatkich 3,5-4 ming оборотdagina yuqori nuqtaga chiqadi va yana pasayib ketadi. To есть biza butun ekspluatatsiya jarayonida 0 dan necha оборотgacha, misol 5000 оборотgacha, 6000 оборотgacha bir nuqtadagina bu maksimumni sezamiz. Elektromobillarda оборот, biza mana tabloda ko'radigan оборот 18 minggacha. Demak 18 minggacha biza maksimum birovchi momentda demak his qilishimiz mumkin va razgon paytida bizda vestibulyarniy apparat degan narsa bor. Odamlarda bir xillarda arg'imchoq uchganda yoki qanaqadir harakatda bosh aylanish kuzatiladi. Mana shu dinamika riski razgon olganda va yuqorida mutaxassisimiz, mana ekspertimiz aytib ketdilar, rekuperativ tizim bor. Rekuperativ tizimda biz oddiy avtomobilga nisbatan gazdan oyoqda olganda o'zini elektrodvigatel hisobiga tormozlaydi. Bu sal oddiy tormoz tizimiga tormozlaganga qaraganda sal boshqacharoq holat. Aytaylik, transportda harakat qilib ketyapmiz, telefonga qarayapmiz, bosh aylanishini kuzatishimiz mumkin. To'g'riga qarab ketsak, telefonga olmasdan oddiy aholida mana shu odamlar ham bu eksperimentni qilib ko'rishi mumkin. Chunki atrofimizda yurayotgan kartina, demak, holat bizda boshi sal aylanishiga olib kelishi mumkin. Mana shu holat kuzatiladi. Lekin bu yerda bir necha rejim bor. Larger rejimi demak rekuperativ rejim, standart rejim. O'sha boyagi rekuperatsiya rejimidan standartga olib turib, balkim sport rejimida ekspluatatsiya qilmasdan, dinamikani yuqori qilmasdan, komfort rejimida yoki o'sha eko rejimiga o'tkazganda oddiy avtomobil holatiga olib kelishi mumkin. Buning uchun ofitsial olib kirilgan elektromobillarda sotuv mijozlarga sotuv tarafdan bu ma'lumotlar yetkaziladi. Qolaversa ofitsial elektromobillarda demak ekran multimedia qismida shu PDF shaklida yoki ma'lumot shaklida yuklatilgan bo'ladi va bu ma'lumotlarni bemalol to'g'ri ekspluatatsiya qilish qismida foydalanishni mijoz ko'rib olishi mumkin va undan foydalangan holatda mana shu funksiyalarni bilib olib to'g'ri ekspluatatsiya qilsa bu holatlar yuzaga kelmaydi.
tushunarli. Rahmat kattakon. O'zbekiston 2030 strategiyasida atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yiliga amalga oshirilgan davlat dasturida o'sha yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va qolaversa atrof muhitga zarar berayotgan, ekologiyaga muammo keltiradigan demak har qanday yo'nalishdagi ishlarni kamaytirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Xususan Toshkent shahrida katta avtobuslar, ya'ni elektrobuslar qo'yildi. Undan tashqari O'zbekistonga elektromobillarning kirib kelishi bo'yicha ancha imkoniyatlar yaratildi va aytish mumkinki, yana Madina opa sizga yuzlanmoqchiman. Mana bu elektromobillarda yurganimizda o'zimiz sokinlikni his qilamiz. Oddiy avtomobillarda esa biroz shovqin bor. Bu ham insonning sog'ligiga to'g'ridan to'g'ri ijobiy ta'sir qiladi, to'g'rimi? Bu bo'yicha ham fikrlaringiz muhim. Ijobiy ta'sir qiladi. Men o'zim hech elektromobilga o'tirmagan edim, bir marta o'tirib ko'rdim va farqini juda ham yaxshi sezdim. Hattoki avtomobilni o't oldirib yurganini sezmay qolishingiz mumkin. Keyin salon ichida hid yo'q. Masalan, benzinda yuradigan avtomobillarning ichida har xil hidlar, benzin hidlari chiqadi, gaz hidlari chiqadi. Bu albatta inson sog'lig'iga, ayniqsa yuqori nafas yo'llari shamollashi bor, surunkali bronxitlari bor, astma kasalliklari bor, bemorlarimizga juda ham yomon ta'sir qiladi. Ya'ni trigger bo'lib ta'sir qiladi bular. Xuruj davrini yaqinlashtirib qo'yishi mumkin. Bu tomonidan elektromobillarni plus tomoni deb hisoblayman. Ekologiyaga ham juda ham yaxshi foydasi bor. Har xil gazlar chiqmaydi, ekologiyani saqlaydi, toza havoni. O'zi usiz ham Toshkentimizning havosi hozir oxirgi paytlarda hammaga sir emas bu. Buzilib boryapti, lekin bu elektromobillarni bo'lishi ayniqsa yordam beradi ekologiyamizni saqlab qolishimizga. Albatta, chunki Toshkent shahrining o'ziga bir kunda milliondan ortiq avtomobillar harakati bo'ladi va ulardan chiqayotgan yoqilg'ini zarari insonni salomatligiga haqiqatan ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari atrof muhit ifloslanishiga olib keladi. Agar ruxsat bersangiz, shu yerda to'ldirib ketmoqchi edim. Darhaqiqat mutaxassisimiz, ekspertimiz to'g'ri gapirdilar. Oddiy ichki yon dvigatellar karbonat angidrid, har xil uglerod oksidlari, azot oksidlari chiqazadi. Elektromobillarda bu narsa yo'q. Lekin bir boshqa tarafini ham misol tariqasida ko'rib ketadigan bo'lsak, ichki yon dvigatelda ekspluatatsiya qilinadigan avtomobillar bizda yonilg'ini yoqish uchun kislorodni iste'mol ham qiladi. To есть yonilg'ini yoqish uchun. Misol tariqasida bitta katta daraxtni oladigan bo'lsak, bitta ichki yon dvigatelli o'rtacha avtomobil 1 yil davomida shu daraxt ishlab chiqqan kislorodda 25 kilometrgina foydalanadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bir avtomobil 25 kilometrda harakatida bir daraxt yil davomida ishlab chiqqan kislorodni yoqib yuboradi. Bu yerda elektromobillarni bu kislorodda iste'moli ham to'xtatiladi elektromobil ekspluatatsiyasida. Va bu kislorod bizda avtomobilda yonilg'isini yoqish uchun emas, odamlarga shu nafas olish uchun qo'shimcha manba sifatida ham yaxshi tarafi bor deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Marhamat. Qo'shimcha sifatida elektromobillarni yana odamlarning orasida gap bor, zarari degan. Inson salomatligi zarar deganda, ya'ni zarar qismini ham aytib o'tish kerak deb o'ylayman. Ekspertimiz mana shu tasdiqlaydilar. Hozir ta'kidlab o'tdilar, 10 mikroteslagacha ham chiqazadi harakat davomida deb. Biz xaridorlarga, iste'molchilarga taklif qilardik. Avtomobil tez zaryad olish mobaynida mashinaning ichida o'tirmaslikni, shu payt ichida shu zaryadlash davomida shu 1 soat, 2 soat vaqt oladigan bo'lsa, iloji bo'lsa o'zligini ishlar bilan shug'ullanib, keyin avtomobilga qaytganligi ma'qul. Sabab boisi avtomobil zaryad olayotgan payti o'zidan belgilangan miqdorda ko'proq, ya'ni 10 mikrotesladan ko'proq zararli magnit maydon hosil qiladi va shu boisdan taklif qilinadi o'tirmaslik. O'tirmaslik keyin qancha masofada uzoqda bo'lishi kerak? Bu yerda mikrovolnovkada har xil jihozda o'lchab turganda, agar avtomobil ichida o'tirsangiz, xuddi uydagi mikrovolnovkani maksimum rejimga yoqqan holatda, maksimum rejimda 30 sm o'rtacha masofada joylashganingizda qanaqa ta'sir qilasiz? Misolda, xuddi shunaqangi ta'sir bir-biriga taqqoslab. Demak, inson salomatligi uchun zarari bor. Ichkarida o'tirganda. Допустимый, endi tavsiya qilinadi. Ichida o'tirish mumkin emas. Zaryadga oladigan vaqtida. Misol, nimadir narsa bo'lsa 5-10 minut haqida emas, bular 1 soat davomida, boyagi vaqt davomida aytilyapti.
Da. Undan ko'ra bu jarayonda, ekspluatatsiya jarayonida harakat davomida ishlatgan ma'qulroq. Kuniga 10 mikrotesla biz qabul qilishga, to есть dopusk bor bizda o'zimizda. Ishlab chiqarishdaglar misol stanokda nimada ishlagan 50 gacha ruxsat, ну как бы dopusk qilinganda bu narsa. Bu demoqchilar bular misol o'shandan tariqasida 1 soat ichida 1 emas, 1,5-2 chiqadigan bo'lsa, to есть biz uni ichida 5 soat yoki o'sha 1 soat 2 soat joylashganda уже kunimizdagi 3 dan 1 normani olgan bo'lamizda. Undan ko'ra buni nolga tenglashtirish harakat davomida foydalangan yaxshi. Rahmat kattakon. Yana xalq orasida suhbatda bo'lganimizda elektromobillar tez olov oladi va yonib ketish ehtimoli yuqori degan fikrlar yuradi. Bu fikrlar qanchalik haqiqat? Soha mutaxassislar sifatida nima deysiz, elektromobillar tez yonib ketadimi? Ko'pchilik mana ekspertlarimiz yuqorida ta'kidlagandek yangi yo'nalishda bu bizga kirib kelgan, chunki yangi mashina chiqsa ham bu unaqa ekan, bunaqa ekan deb auditoriya har doim ham to'g'ri qabul qilmaydi. Bu yerda agar biz jahon statistikasiga yuzlanadigan bo'lsak, bitta aytaylik 10 mingta, aytaylik 100 mingta ichki yonuvchi dvigatelli avtomobiliga bittasi yonadigan bo'lsa, elektr 100 mingtaga to есть 0,03 bu degani bittadan 3 marta kam deganida statistika bo'yicha elektromobil yonish kuzatiladi. Любой avtomobil singari elektromobilda ichida ham interyer eksteryer qismlarida kojadan ishlangan bo'ladi, torpedka qismlari plastikdan ishlangan bo'ladi, obshivkalar bo'ladi-da. Bu yerda aytaylik O'zbekistonni o'zidan misol keltiradigan bo'lsa, mana shu yillar davomida 2020-yildan bugungi kungacha 7 ta elektromobil yonish kuzatilgan. Bu aniq haqiqat, boyagi raqamlar. 23-yilda bizda 2 ta elektromobil, 24-yilda 2 ta elektromobil va 25-yilda 3 ta elektromobil. Bularning ikkitasi qasddan o't qo'yish hisobiga yongan. Demak, 5 tasi texnik nuqtai nazardan yongan hisoblanadi. Ularning 5 tasi ham bizda ofitsial respublikamizga olib kirilmagan, demak ofitsial dilerlar tomonidan olib kirilmagan va ulardan demak ekspluatatsiya jarayonida mutaxassislar, nomalakaviy mutaxassis desa to'g'riroq bo'ladimi, tarafdan batareyalar yechilgan, to есть noqonuniy sim kartalar payat qilingan, shuni hisobiga qisqa tutashuvlar kelib chiqqani hisobiga torpedka qismlar yongan. Bu degani birinchi olov kelib chiqishi torpedka qismidan qisqa tutashuv hisobiga batareyani o'zi emas. Ofitsial hozirgi kundagi zamonaviy oxirgi 3-4 yilda ishlab chiqarilgan elektromobillarda bizda eski elektromobil, oddiy litiyonli palchikoviy batareykali elektromobillarga hisoblaganda, demak package deymiz, o'sha plastinali xuddi telefonda ishlatgandek black white batareyalar ishlatilyapti. Bu yerda grafin hisobi, demak imенно elektrodlar o'rtasida izolyatsiya o'sha kimyoviy elementlar tomonidan to'g'ri ishlanganligini hisobiga, mexanik ta'sir hisobida ham bu birinchi olovni olib kelib chiqmaydi. Sekin tutash bo'ladi. To есть bu olov qilib yonish jarayonigacha orada yarim soat, 1 soat vaqt bo'ladi. Bu holatga kelguncha va kislorod bilan o'sha reaksiyaga kirishganda birdaniga yonib ketish nimasi kuzatilmaydi. Va 5 pog'onali o'sha himoyalash vositasi ham ishlatilgan. Temperatura oshib ketsa, kuchlanish oshib ketsa, elektronika avtomatik BMS deymiz, Battery Management System, o'sha kompyuter boshqaradigan, именно statistika olib boradigan elektromobilni kuchlanish agregatlarini, dvigatelni, qolaversa mana shu kuchlanish batareyasini to'laqonli o'chirib qo'yadi. Tushunarli. Va to'liq xavfsiz hisoblanadi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Madina opa, o'zingiz klassik avtomobildan foydalanasiz, to'g'rimi? Kuniga o'rtacha qancha yo'l yurasiz? Necha kilometrga to'g'ri kelishi mumkin u? Kuniga har xil boradigan joyimga qarab, agar ishni o'ziga borib, ishdan uyga qaytib ketadigan bo'lsam, bu 10 kilometrni ham tashkil qilmaydi. Va kuniga qancha benzin yoki gaz sarflaysiz? 95 raqamli benzin ishlataman. Shu bu 3 litr o'rtacha bir haftada avtomobilingizni yonilg'isi uchun qancha pul sarflaysiz umuman? Polniy bak to'ldirganimda 450 milliga tushadi. Tushunarli. Buni elektromobillarga ko'chirganimizda qanchaga aylanishi mumkin? Soha mutaxassislari sifatida nima deysiz? Demoqchi bo'lganim, klassik avtomobillar bilan elektromobillarni har kuni foydalanishdagi narxlar tafovuti men uchun qiziq. Juda o'rinli savol berdingiz. Elektromobil 100 kilometr masofani o'rtacha 100 kilometr masofani xarajatini hisoblaydigan bo'lsak, elektromobil 20 kilovat energiya sarf qiladi.
Bu degani uy sharoitida zaryad qiladigan bo'lsak, uy sharoitida 1 kilovat tok 600 so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, bu 12 ming so'mni tashkil qiladi. Agar ko'chadan zaryad qiladigan bo'lsak, 2 ming so'mdan zaryad qiladigan deb hisoblaydigan bo'lsak, buni xarajati borsin 40 mingga boradi. Endi ichki yonuv dvigatellar yordamida harakatlanadigan avtomobillar 100 km masofani hozirgi zamonaviy avtomobillar bosib o'tish uchun 8 litr benzin sarf qiladi. Bozordagi eng arzon, ya'ni eng bozorda taklif qilinayotgan eng arzon yoqilg'idan foydalanganda bu o'rtacha 65 ming 70 ming so'mni sarf qiladi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, ichki yonuv dvigatelining xarajatlari 70 ming so'm, 100 km uchun elektromobilda 12 ming so'm. Sezilarli farq. Bu degani 1 yil mana bular 450 ming so'm xarajat qiladigan bo'lsalar, elektromobil uchun bu xarajat 70 ming 80 mingdan oshmaydi. Madina opa o'ylab ko'rish kerak menimcha. O'ylab ko'rish kerak, lekin elektromobillarning narx-navosi ham ancha qimmat hozir biz O'zbekistonning sharoitiga. Elektromobillarni narxini qimmatligini boisi o'zi elektromobilning katta qismi bu akkumulyatordan tashkil qilinadi. Agar tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, 2 yil oldin, 3 yil oldin 1 kilovat elektromobil, 1 kilovat akkumulyatorining narxi 140-130 dollar tashkil qilgan. Bugungi kunga kelib bu narx 110 dollargacha ham tushgan. Prognozlarga ko'ra 5 yil oralig'ida akkumulyatorlarning qiymati 2 barobarga pasayadi. Bu degani o'z-o'zidan avtomobillarning kelajakdagi narxi 2 barobarga pasayishiga olib keladi. Demak, elektromobillar narxi ham arzonlashish ehtimoli bor. Borib kutilmalarga ko'ra, prognozlarga ko'ra elektromobillar narxi ichki yonuv dvigatellar narxiga nisbatan arzonlashishi mumkin. Boisi elektromobillarning arxitekturasi ichki yonuv dvigatellar arxitekturasiga qaraganda, ya'ni ichki yonuv dvigatellarning avtomobillarning arxitekturasi murakkabroq elektromobillarnikiga qaraganda. Tushunarli. Dunyo tajribasiga qaraydigan bo'lsak, ekologik muhitni yaxshilash uchun demak zamonda shiddatlik bilan harakat boshlangan, yashil energetikani boyitish bo'yicha, ko'kalamzorlashtirishni oshirish bo'yicha va elektromobillarni O'zbekistonga olib kelishdan maqsad ham aynan o'sha atrofdagi o'sha tabiiy boyliklarimizni asrash va undan tashqari ekologik bir toza havoga erishishdan iborat deb o'ylayman. Va meni navbatdagi savolim, dunyo tajribasi bo'yicha elektromobillardan foydalanish darajasi bugungi kunda qanday? Arslonbek, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Xalqaro tajribalarda unchalik ko'p analizim yo'q, lekin biladigan bir necha faktorim bor. Birinchisi, Yevropada spetsializirangan markazlarda probka tirbandlik juda katta bo'lib ketganidan davlat tomonidan elektrokarlar uchun отдельно parkovkalar qilgan, чтобы insonlar sekin-sekin elektroga o'tish uchun, qiynalmasligi uchun. Bu bittasi. Ikkinchi masalasi yana elektrokarlarda qaysidir davlatlarda bo'lganda soliqdan qanchadir foizini yechib qolishini, ozod qilishini har xil lьготаlar ko'payib ketgan elektrokarlar olish uchun. Ishonamanki, что biz ham shu narsaga sekin-sekin biz ham davlat tomonidan shu lьготаlar ko'payib, elektrokarlarda доступныйroq bo'lishiga o'ta amin bo'lamiz, xudo xolasa. Marhamat, soha mutaxassislari sifatida xalqaro tajribalar bo'yicha nima deysiz? Butun dunyo elektromobillardan foydalanmoqdami? Dunyoda hozir eng katta bozorlardan bu elektromobillar bozori Xitoy hisoblanadi. Xitoydan kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'rishimiz mumkin va 3-o'rinda Yevropa davlatlari turadi. Hozirgi kunda barcha takomillashgan avtomobillar Xitoyda ishlab chiqariladi, adashmaymiz. Va Xitoy bu ko'rsatkichlarga va bu darajaga yetish uchun juda ham ko'p imtiyozlar, preferensiyalar va lьготаlar xaridorga taqdim etgan. Xitoyda mashina ko'pligi boisdan numeratsiya hisobidan yurish ilgari yo'lga qo'yilgan. Aytaylik, bir kuni toq nomerli avtomobil yursa, ikkinchi kuni juft avtomobilli nomerlar harakatlangan. Elektromobil haydovchilariga unaqa cheklov ta'sir qilmagan. Va bundan tashqari elektromobil xarid qilayotgan odam davlat tomonidan subsidiya berilgan, lьготный kredit berilgan. Agar ichki yonuv dvigatelida harakatlanadigan avtomobillarni boshlang'ich qanaqadir to'lov va foiz bilan olinadigan bo'lsa, elektromobillar uchun bunaqa to'lov mavjud emas.
shu kabi imtiyozli, shu kabi preferensiyalar Yevropada ham, AQSh davlatlarida ham mavjud. Bunaqa sa'y-harakatlar davomida natijasida elektromobillarning soni keskin oshib, hozir Xitoy bozorida deyarli sotilayotgan ikkita mashinadan bittasi yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi avtomobilga to'g'ri keladi. Va dunyoda birinchilardan ichki sotilayotgan avtomobillarning katta qismi, ya'ni 70-80% dan sotilayotgan avtomobillarning elektromobilga to'g'ri keladigan davlatlardan biri bu Norvegiya hisoblanadi. Norvegiyani oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri bu 2028-27 yilgacha davlatdagi barcha avtomobillarni elektromobillarga almashtirish. O'z navbatida ekologiyaga ta'sirini o'tkazadi, hamyonbop hisoblanadi va qulayligi bilan ajralib turadi. Tushunarli. Marhamat. Bizda ham mana shu elektrokarlarni sotib olgan insonlarga qanaqadir imtiyozlar bormi? Yo shu ko'rilmoqdami? Xo'sh. Bizda ma'lumot yo'q gapirishga. Endi juda yaxshi savol berdingiz. O'ylaymanki, hukumat tomonidan hozir ko'rsatilib kelayotgan imtiyozlar xaridorlarga ham yetib boriladi. Mana bugungi kunda rasmiy dilerlar tomonidan sotilayotgan avtomobillarga lьготный, ya'ni imtiyozli kreditlar taqdim qilinmoqda. Masalan, budjet hisobida ishlaydigan xodimlar bor, tibbiyot xodimlari, mana o'qituvchilarimiz bor, guruh nogironlari bor. O'shalarga qanaqadir bir imtiyozlar yaratildimi, yaratilmoqchimi? Masalan, biz hammamiz ham ko'pchiligimiz xohlaymiz elektrokarlarda yurishlarni. Ham arzon, ham ekologiyaga foydasi bor, zarari tegmaydi. Hali aytganimdek, unda ichiga kirsangiz, navorоченный deymiz, o'shunaqa avtomobil. Komfort his qiladi insonlar. Ortiqcha o'sha yoniqlar, yoqilg'ilarning hidlari bo'lmaydi. Inson salomatligiga juda katta ta'sir qilmaydi. Marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Sizning savolingizga javob bermoqchi edim. Hozir liba elektrokar saloniga borsangiz, ularda kreditning 3 xili bor. Официальный доход, неофициальный доход и davlat byudjetidan odami bo'lsa deb. U 3 xilida eng выгодныйsi davlatnikiga, конечно, xodimlar uchun imtiyoz kuchliroq. Официальныйga dohodi, lekin u davlatniki bu shart emas. O'zi misol uchun bironta firmada ishlayotgan bo'lsa, uniki o'rtacha. Lьгота nulyoy darajada bu неофициальный, chunki uni garanti yo'q, u ertaga to'laydimi yo'qmi. Demak, boshqalarga imtiyoz berilmaydi. Agar davlat xodimi bo'ladigan bo'lsa, aytganingizdek, shifokor bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin yoki bir vazirlik tashkilotlarida ishlaydiganlar bo'lsa, unga ko'proq bo'ladi. Imtiyozlar bo'ladi. Menimcha bularni bo'lgani yaxshi. Marhamat. Shu bularni ekspertimizlarning savollariga qo'shimcha tariqasida aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 443-qarorlari mavjud. Bu qarorlarda ta'kidlab o'tilgan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi avtomobillarga davlat tomonidan ya'ni imtiyozli kredit berish ko'zda tutilgan. Imtiyozli kredit berish ko'zda tutilganligining shartlari bunda bank tomonidan taqdim qilinayotgan kreditni 10% dan oshmagan miqdori va 10% dan oshmagan miqdorini davlat tomonidan qoplab beriladi va natijada xaridor imtiyozli kreditga ega bo'ladi. Bu tizim qarorda ta'kidlab o'tilgan va yaqin kunlarda o'z kuchiga kirsa kerak. Rahmat kattakon. Yana bir muhim savolim bor. Bu elektromobil haydaydiganlarning nomidan bo'ladi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Elektromobil egalari mashinadan foydalanayotganda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Shu jihatlarni ham aytib o'tsangiz, menimcha yaxshi bo'lardi. Elektromobillardan foydalanayotganda ko'pchilik o'ylaydi, olamiz, to'g'risini aytish kerak, haydaydi, elektr tok soladi. Uni eng asosiy aytaylik, ichki yon dvigatellarda moy almashtiramiz, boyagi svichalar almashtiramiz, ta'minot tizimini tozalaymiz, boshqa hamma mana shunaqangi kabi ishlar mavjud bo'lsa, elektromobillarda ham o'zini shu kabi ekspluatatsiya jarayonida eng asosiy ko'zda tutilgan jarayonlari mavjud. Bu elektronika qismi. Demak, kamida 6 oyda bir marta tavsiya qilinadi elektronika qismini kompyuter diagnostika qilib turish. Agar bu gibrid transport vositasi bo'lsa, birinchi moy almashtirish ichki yon dvigateli uchun, chunki gibridda ichki yon dvigatel mavjud bo'ladi, 3,5 mingda amalga oshiriladi. Agar
toza elektromobil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda reduktor degan korobkani o'rnida ishlatilgan mexanizm mavjud. 10.000 kilometrda birinchi moy almashtirish tavsiya etiladi. Undan tashqari barcha o'sha yurish qismlarini bir sidra ko'rish tavsiya etiladi va elektronika tizimini nima uchun kompyuter diagnostika qilish kerak? Chunki u yerdagi kelajakdagi misol odam ham har yil, misol 1,5 yilda sog'lig'imizni o'zimizni tashxis qilib turamiz-ku borib. Bu yerda ham mana shu elektronika tizimi barcha o'sha kuch agregatlarini ichki boyagi elektr dvigatelda batareyani ishlashini, uni kerak bo'lsa zaryadka jarayonida qizib ketishini to'xtatib qo'yish, kuchlanish oshib ketishini to'xtatib qo'yish, zarar yetkazmaslik mana shu qimmatbaho mexanizmlarni oldini oladigan datchiklardan foydalangan holatda bajarish uskunalariga buyruq beradi. Shuning uchun ular to'g'ri ishlayaptimi, to'g'ri ishlamayaptimi, qanaqadir bir xatolar bo'ladigan bo'lsa, buni hammasini kompyuter diagnostikada ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ishlab chiqilgan ofitsial mana shu elektromobillarni sotadigan dilerlarda o'zini o'sha reglamenti bor. Har bir turdagi modelga, elektromobilga mana shu qachon, qaysi paytda nima operatsiyalar o'tkazilishi kerak. Bular ham o'z vaqtida o'tkazilib turishi kerak va ekspluatatsiya jarayonida to'g'ri ekspluatatsiya qilish to'g'risidagi o'sha ma'lumotlarni biz demak elektromobil egasi bir sidra o'qib ko'rib chiqish kerak, to'liq uni funksiyalaridan foydalanish uchun, to'g'ri foydalanish uchun. Misol elektromobillarda bizda bo'lishi mumkin. Bir necha misol keltirishimiz kerak. Aytaylik, zaryadlash jarayonida har bir elektromobil agar 10 misol aytaylik 7, 8, 10% zaryadkaga qo'ysak, elektromobil o'ziga to'g'ri komfort bo'lish uchun 25-30% gacha olishda bizda demak zaryadlash pistoletini qo'yib yubormaydi. Buning uchun bizda ma'lum bir funksiyasi bor. Kirib turib, biz aytaylik 5 minut turdik, srochni ketishimiz kerak. Uni foydalangan holatda bosib uzishimiz kerak. Atvertkada yoki qanaqadir kuch ishlatib chiqarish emas. Yoki nima desa bo'ladi, life hack deydimi? Bizda masalan oddiy avtomobilda akkumulyator o'tirib qolsa nima ish qilamiz? Perikurit qilish mumkin yoki o'zboshimchalik qilish mumkin. Bu yerda agar bu funksiyalarni to'liq o'rgansa, bir xillar yana perikurit qiladi, elektron tizimiga zarar yetkazib turadi yoki ofitsialniy o'sha maxsus malakaviy mutaxassislarni chaqirishimiz kerak yoki ko'p elektromobillarda to'liq funksiyani o'qisa, demak eshikda ochish ruchkasida knopka bo'ladi. Mana shu knopkani bosgan holatda boshqa avtomobilni olib kelib, boshqa akkumulyator qidirmasdan katta kuch agregat akkumulyatordan to'liq mana shu kichkina akkumulyatorni qayta uyg'otish mumkin. To есть juda ham qulayliklar bor. Lekin buning uchun to'g'ri foydalanish o'sha ekspluatatsiya nuqtai nazaridan bu life hack deymizmi, boyagi o'qib to'g'ri ko'rib chiqsak, bulardan bemalol foydalanib juda ham ko'p imkoniyatlar mavjud. To'g'ri ekspluatatsiya jarayonini amalga oshirishimiz mumkin. Yana bir muhim jihat bor. Masalan, shu paytgacha avtomobil sozlaydigan ustaxonalarda odatda foydalanilgan va shu paytgacha foydalanilgan avtomobillarni ehtiyot qismlari bo'ladi. Lekin elektromobillarni ehtiyot qismlari bugun O'zbekistonda qanchalik kirib kelgan, agar elektromobillar buziladigan bo'lsa, ularni tezkor to'g'rilash bo'yicha ehtiyot qismlari yetarlimi? Muhim savol berdingiz. Odatda elektromobillarni ilgari boshida kirib kelganda muammo shu malakali mutaxassislarning yo'qligi albatta va servis markazlarini yetishmovchiligi bo'lgan. Lekin elektromobillarni ilgari juda ham turli xil modellar kirib kelgan, ekspertlar, mutaxassislar o'rganishga imkoniyati bo'lmagan. Lekin bugungi kunda rasmiy dilerlar o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu rasmiy dilerlar BYDda bo'lishi mumkin. Boshqa kompaniyalarda, jumladan shu Zikrda yoki boshqa elektromobil taklif qilayotgan rasmiy dilerlar mavjud. O'zimizning sohadan aytadigan bo'lsak, respublika bo'yicha 21 ta dilerlik va servis markazlari mavjud bo'lib, hozirgi kunda ehtiyot qismlarini yetkazib berishda yoki ehtiyot qismlarini olib kelishda hech qanaqa muammo mavjud emas. Yana qo'shimcha tariqasida bugungi kunda respublikani aytaylik Xorazmda avtosalonimiz, dilerskiy servis markazi mavjud bo'lib, agarda u yerda kerakli ehtiyot qism bo'lmasa, 24 soat ichida yoki 24 soat ichida mobaynida yetkazib berib, uni o'rnatish servislari ham mavjud. Bu aytmoqchi bo'lganim, rasmiy dilerlarning imkoniyatlari, malakasi yuqori bo'lganligi sababli O'zbekistonda servis markazlariga ilgaridagi mutaxassisligi bo'lgan nima deydi, ehtiyoj
deyarli to'laqonli qondirilmoqda. Tushunarli. ruxsat bersangiz shu yerga to'ldirib Aha, ketadigan marhamat. bo'lsak, tepada shu malakaviy mutaxassislar to'g'risida ham gapirildi. Bugungi kunda bu yo'nalishda bir necha universitetlarda ishlar olib bormoqda. Shu jumladan Turin politexnika universitetida ham yangi yo'nalishimiz mavjud. Yevropa amaliyotini o'rgangan holatda bu yo'nalishda imенно mana shu yashil transport, zamonaviy mana shu elektromobil, gibrid transport vositalari bo'yicha bugungi kunda malakaviy mutaxassislarni bakalavr yo'nalishida, qolaversa hozir magistr yo'nalishida tayyorlab boryapmiz va ular mana shu Yevropa standarti bo'yicha malakaviy mutaxassislarni bozorga yetkazib berish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Tushunarli. Bormi javob? Yana qo'shimcha hozir yaxshi masalani ko'tardilar, ya'ni malakasini oshirish, trening deymiz. Hozir respublikada o'z faoliyatini olib borayotgan ishchi, ya'ni elektriklar yoki mexaniklarni ham Xitoy mutaxassislar tomonidan bu yerda malakasi oshiriladi va gruppa qilib Xitoyga ularni o'rganish uchun, joyida ko'rish uchun ham yuboriladi. Shunaqa imkoniyatlari ham mavjud. Bu degani bitta mutaxassis Xitoyga borib, xitoylik mutaxassislardan, ya'ni shu soha egalaridan olib kelgan bilimini O'zbekistonga kelib 4 ta, 5 ta, 10 ta odamga o'rgatadi va shuni ketidan malakali mutaxassislarning soni oshib boradi. Va malakali mutaxassislarning oshib borishi o'z navbatida olib kelingan elektromobillarni remonti deymiz, remontini to'g'ri amalga oshirilishi va kelajakda xavfsiz xaridorlar uchun xavfsiz ekspluatatsiya sharoitini yaratadi. Tushunarli. Madina opa, yana sizga yuzlanmoqchiman. Juda ko'plab insonlar avtomobillarda yurishga qiynaladi. Ba'zilarning ko'ngli ayniydi, ba'zilar uzoq yo'lga yura olmaydi. O'zi umuman avtomobilda yaxshi yurish uchun, o'zini qulay his qilish uchun, uzoq masofaga yurganda ham bemalol bo'lish uchun yo'lga chiqishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Shifokor sifatida maslahatlaringiz biz uchun qiziq. Uzoq yo'lga chiqishdan oldin mana yoshi katta insonlarimizga taalluqli bu. Ularda qon bosimlari ko'tarilib turishi mumkin, yurak kasalliklari uchrashi mumkin. Hali aytib o'tganimizdek, yuqori nafas yo'llari shamollashi kasalliklari, bronxitlar, astmalar bo'lishi mumkin. Bunday insonlar uzoq yo'lga chiqishdan oldin albatta o'zlari bilan aptechkalarida va lozim bo'lgan ishlatishga dorilarni olib yurishlari shart. Albatta. Chunki uzoq yo'l deb qo'ygandan keyin bilasiz, yo'lda aptekalar bormi, yo'qmi? Albatta, u ingalyatorlardan foydalanishi mumkin. Tili tegib qo'yib qo'yadigan dorilari bor. Qon bosimi oshganda o'zining dorilari bor. O'shalarni vaqt soatiga qarab ichishlari lozim. Yo'lda texnik jihatdan xavfsizligidan tashqari yana bitta masalasi bor. Juda ham Xitoyda brendlar ko'p, juda ham soni jihatdan, turi jihatdan ba'zi brendlar O'zbekistonga kirib keladi avtomobillar. Bu kirib kelgan avtomobillar 1 yildan keyin kompaniyalar 1 yildan keyin 2 yildan keyin o'z faoliyatini to'xtatadi. Bu degani O'zbekistonga kirib kelgan u avtomobillarga ehtiyot qismlar mavjudligi, servis bo'yicha mutaxassislar mavjudligi, bu degani ularda kafolatlangan servisi, kafolatlangan ehtiyot qismlari mavjud emas. Xitoyda korxona yopilgandan keyin yetkazib beruvchi korxonalar ham sekin-sekin o'z faoliyatini to'xtatadi. Bu degani O'zbekistonda bu mashinalar befoyda bitta endi bu narsadan hech kim nima deydi, saqlamagan DTP bo'lishi mumkin yoki boshqa joyda kamchiligi chiqishi mumkin. Bu mashinadan, elektromobildan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lmaydi. Tushunarli. Bir savol bersam mayli. Xitoyni o'zidan chiqqan elektrokarlarni unchalik ham suyishmas ekan, haydashmas ekan. Shu gap to'g'rimi? Bu xalq orasidagi fikr. Shunday fikrlar ham bor. Chunki o'z-o'zidan bo'lsa paydo bo'lmagan model texnologiyalar katta rol o'ynaydi-da. Shunaqa elektromobillar mana ekspertimiz to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Boyga aytganda faoliyatini 1 yil oldin boshlab, qaysidir bazalar bir necha turdagi elektromobildan bazalarni oladida, 3 turdagi, 4 turdagi elektromobilni chatishtirib bir-biriga integratsiya bo'lganmi, sinash jarayonlaridan to'g'ri o'tganmi, yo'q, sotuvga chiqazib yuboradi. Bir necha yildan keyin faoliyatini to'xtatadi. Shuning uchun bu kabi firmalar juda ham ko'p Xitoyda. Shuning uchun Xitoyda o'zida ham bir qator o'sha ofitsial o'sha obro' bor, bir necha yildan beri ishlab chiqargan kompaniyalar bor. Bularda ham o'sha adashmasdan to'g'ri tanlov qilinadigan bo'lsa va shu kabi ofitsial olib kiriladigan boyagi dillerlar tarafidan ko'pincha shu modellar ruxsat etiladi. To есть Xitoyda o'zida ham ekspluatatsiya qilinadigan. Xitoydan olib kelingan sizni ta'kidlagan masalangiz global bozor deymiz. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida va boshqa davlatlarda savdo markazlariga ega, brendi kuchli bo'lgan
Xitoyi kompaniyalari ham mavjud. Bu kompaniyalarning bir nechtasi O'zbekistonda faoliyatini olib bormoqda. Bu kompaniyalardan ishonch bilan olishmoqda O'zbekistonda xaridorlar, lekin bular aytganlaridek brendi normal hali keng tarqalmagan, faqatgina Xitoy o'zida, balkim nafaqat Xitoy butun hududida bitta provinsiyasini o'zida sotiladigan brendlar bor, sotiladigan avtomobil, elektromobillar bor. Ularni endi O'zbekistonga olib kelishga ko'proq nimaligi tortmaydi. Boisidan kirib kelgandan keyin ishlash muddati qisqa bo'ladi, ko'p buziladi, ko'p ta'mir talab bo'ladi. Shu ham sabab. Rahmat kattakon. Bugungi kunda elektromobillarni sotish bo'yicha deyarli barcha avtosalonlarda elektromobillar bor. Elektromobilni xarid qilayotgan xaridor elektromobil olayotganda qaysi jihatlarga alohida e'tibor berish kerak? Masalan, shahar joyida yoki viloyatlarning chekka hududlarida yuradigan avtomobillar bo'ladi. Keling, mana shu bo'yicha ham o'zingizning takliflaringizni, tavsiyalaringizni bersangiz yaxshi bo'lardi. Agar bu juda ham uzoq yo'llarga ko'p qatnaydigan elektromobillar yoki chekka joylardagi bo'lsa, bizda gibrid transport vositalarimiz bor. Shularni tavsiya qilgan bo'lardik. Infratuzilma to'laqon boyagi barcha katta shaharlarda, Andijonda, misol Farg'onada, Buxoroda, Samarqand, Toshkentda уже infratuzilma bo'yicha zaradli stansiyalar ko'p joyda yetarli, lekin boyagi aytsak bo'ladi, respublikamizning cheta qismlarida bu bo'yicha infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha katta ishlar olib borilmoqda, shu zaryadlash infratuzilmalari bo'yicha. Shuning uchun vaqtincha bu uzoq joylarga gibrid transport vositalar, agar shahar ichida tirbandlikda ko'p yuriladigan bo'lsa va qisqa masofalarga harakat davomida toza elektromobillarda tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Mutaxassis sifatida shaxsiy fikrim. Demak, gibrid avtomobillari ham elektrda, ham yoqilg'ida bemalol foydalansa bo'ladigan avtomobillar sirasiga kiradi. Demak, bugungi kunda xaridorlar avtomobillarni, ya'ni bugungi kunda xaridorlar ushbu turdagi avtomobillarni xarid qilishda qanday bir xavotirli savollarga duch kelishmoqda? Kelganda albatta xarid qilishdan oldin o'zlarini xavotirli savollari bo'ladi. Bu bunaqami, bu bunaqami deb qaysi xavotirli savollar ko'p uchramoqda? Birinchi o'rinda tepada bu savollarga ko'plab yuzlandik. Bu elektromobil menda buzilib qolmasmikan, qancha yurar ekan, akkumulyatorda keyin men 2-3 yildan keyin nima qilar ekanman degan savollar. Xuddi shunday, masalan, bugungi kungacha Cobalt'dan, Lacetti, Gentra, Nexia rusumli yoki Malibu rusumli avtomobillardan foydalanishdi. Uni demak yaqinlardan, tanishlardan, bilishlardan bilish mumkin. Elektron avtomobillar esa hali kirib kelganiga ko'p bo'lmadi. Tajriba katta emas shofyorlarda ham. O'rinli savollar bu yerda zamonaviy oxirgi, chunki elektromobillar kirib kelganda oxirgi 3-4 yilda ishlab chiqarilayotgan rasmiy dilerlar tomonidan olib kirilayotgan o'sha Gosstandart tomonidan tekshiruvlardan o'tkazib ruxsat berilgan elektromobillarda ko'pida mana shu elektr batareya 3dan 1 qismini tashkil qiladi narxini. Shuning uchun ham narxi ham qimmatroq. 8 yildan 10 yilgacha garantiya beriladi rasmiy dilerlar tomonidan. Sikl bo'yicha hisoblansa, aytaylik men probeg bo'yicha ko'p yuraman degan savollar bo'ladida, bu yerda bir sikl, misol siklga yuzlansak bo'ladi, 2000 dan 2500 siklgacha garantiya beriladi. Bu degani bir sikl bitta elektromobilni to'liq zaradi va razradi. Bitta to'liq razrad zaradda aytaylik o'rtacha 400 km deb oladigan bo'lsak, bundan 2500. Bu degani juda ham katta raqam bo'lib ketadi. Qolaversa, boyagi tepada ekspertimiz aytganlaridek, bu real hayotdan endi modelda markasini aytmayman, elektromobil 3 yil, 3,5 yil oldingi holatni ko'radigan bo'lsak, $28,000 turgan elektromobilning batareyasi $13-14,000 almashtir, shunaqa narxda turardi. Bugungi kunda o'sha elektromobil 3 yil o'tgandan keyin batareykasi 4-4,5 minggacha tushdi. Bugungi kundagi zamonaviy elektromobillarda ham bu 8 yilgacha borgancha bir 4-5 yildan keyin aytaylik $30,000, $32,000 turadigan elektromobilning batareyasi $12-13,000 turibdi bugungi kunda. Bu batareyaning narxi ham 3-4 barobar tushib, demak biz buni nafaqatgina remont qilishi, balki bemalol almashtirish ham o'zimizga bemalol qo'ysak bo'ladi deb o'ylayman. Telefonimizdan foydalanadigan bo'lsak, qanchadir muddat o'tgandan keyin batareykalarning quvvati tez-tez tushib ketadigan bo'lib qoladi. Elektromobillarda bu qanday? Bu yerda ham shunaqa, lekin bu siklga bog'liq. Biz telefondan
har doim foydalanamiz. Bu har doim har xil turdagi boyagi приложениялар deymiz, o'zi обработка qiladi, ishlaydi, doimiy o'sha resursni bog'lab boradi. U yerda batareyka ancha katta va u yerda foydalanish sikliga bog'liq bo'ladi yoki o'sha resurs demak yillar davomiga o'sha jarayonga bog'liq bo'ladi va tepada ta'kidlagandek 8 yildan 10 yilgacha balki yoki o'sha 2000 dan 2500 siklgacha zaryadka razryadkagacha bemalol. Bu ham degani to'liq boyagi batareyka ishdan chiqib tamom bo'lib emas, degradatsiya deymiz, boyagi 25-30% gacha o'sha masofa yurishi, kamayishi prognoz qilinadi, bashorat qilinadi. Tushunarli, rahmat kattakon. Xulosaviy fikrlar bitta olaylik. Opa, elektromobillarda yurish qulayligi nimalarga e'tibor berish kerak? Shu haqida xulosaviy fikrlaringiz? Elektromobillarni qulayligi bor degan fikrga keldim bugungi suhbatimizdan. Sog'liq uchun ham juda foydali, ekologiyamiz uchun ham juda ham foydali. Men o'zimiz xalqimizga, O'zbekiston xalqiga tavsiya qilgan bo'lardim. Yana ham agar narxlarda ijobiy tomonga o'zgarishlar bo'lsa, albatta xalqimizga tavsiya qilardim elektromobillardan foydalanishni. Rahmat kattakon, marhamat, xulosaviy fikrlaringiz? Xulosa tariqasida aytish mumkinki, elektromobil xarid qilinayotganda taklif qilinadi. Shu rasmiy dilerlardan mashina xarid qilinishi va o'z paytida ekspluatatsiya mobaynida ko'rsatilgan, belgilangan ko'riklardan o'tkazish. Va yuqorida ta'kidlangandagi xavotirli savollar, bu organizmga ta'sir qiladimi degan savollardan qo'rqmasdan bemalol borib xarid qilishligini tavsiya qilamiz. Rahmat kattakon. Marhamat. Elektromobillar bugungi kunda shu infratuzilmada juda katta o'rin egallagan, yuqori dinamikali, ekologik, toza. Qolaversa, bugungi shahar infratuzilmasida juda katta qulayliklarga ega bo'lgan transport vositasi deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Menda xulosa emas tavsiya berardim fuqarolarga. Dilerlardan aylanib o'tib 2-3 ming arzonga olaman deb shaxsidan olib kirib o'zini hayotini xabosiga qo'ymasdan va albatta o'zini cho'ntagiga zarar qo'ymasligi. Rahmat. Rahmat kattakon fikrlaringiz uchun. Aytish mumkinki, elektromobil bozori bugun kundan kunga rivojlanib bormoqda. Lekin O'zbekistonda xarid qilayotgan xaridorlarni ham bir tomondan o'ylash menimcha nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha elektromobillarni quvvatlash uchun quvvatlaydigan markazlarni ko'paytirish va shu bilan bir qatorda o'sha malakali kadrlarni tayyorlash va elektromobillarga sifatli xizmat ko'rsatadigan markazlarni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo'lib turibdi. Bugun dasturimiz davomida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan mavzu yuzasidan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, omon bo'ling. Telekanalimizdan uzoqlashmang.